Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Sasfi degan bir kichik tog'liq kentda. Bu tog'liq kent sal alohidiroq. Bu yerga davomli kelmaymiz, lekin har bir qitim kelgan vaqtida go'zalligidan bek hayajonlanaman. Bu tog'liq kentninki noposi 1700 lar atrofida, ammo dengiz yuzidan egizligi 1800 metrdan oshadi. Undan boshqa Alps tog' tizmalaridagi 10 necha egizligi 4000 metrdan oshadigan cho'qqini mushu kichik kent turib ko'gil bo'ladi. Ondan başqa yana çanğa teyilish 3500 metr bilan 4000 metr aralıqdaki yerlarda qar teyilg'ili bo'ladi. Shunlashqa bu yerda sayohatchilar xeyli ko'p bo'libmi, qishda çanğa teyildigan, yozda tog'da yurish qildiganlar bakli ko'p. Men bu qitimliq bu bir necha kunlik dam olishimda tartgan go'zal manzarlarni bugungi asarni o'qib bo'lgandan keyin hozirlarga sunaman. Bahra og'aysizlar. Xo'sh. 1977-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 8-mart kunini Ayollar kuni va xalqaroliq tinchlik kuni deb belgilagan. Qisqartib xalqaroliq Ayollar kuni deb bekitgan. Bu ayollarning huquqi uchun to'xtavsiz kurashishni, ayollar o'tirsidagi barobarsizliklarga xotima berishni ta'kidlaydigan bir kun. Men kitap o'qish munbiridagi barliq qarindoshlarimga, qizim Dilfiruzga vakolatan kitap o'qish munbirimizdagi barliq suyumlik xonim qizlarning, shuning bilan birga munbirimizga yangi qadam tashrif qilgan xonim qizlarning ham 8-mart ayollar bayramini qutlayman. Bayramımızga mübarek bo'lsin. Xeyli uzundan beri sizlarga bir temani tonishtirishni o'ylab yurgandim. Bugun fursat kelganda qiladi. U bo'lsa-mu, Kaminaning oddiy qalamida putgan Shveysariya ayollarining to'liq grajdonlik huquqi. Xo'sh. Shveysariya ayollarining to'liq grajdonlik huquqi. Nuriya Rahman. Shveysariya tilga ilinsa, bu davlatni bilmaydiganlar ko'p bo'lmasa kerak. Bo'libmi, Shveysariya soatlari, shokoladlari, pichoqlari, shundaqla yana Shveysariya banklari, betaraf davlatligi, Qizil Kirist jamiyati, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Yevropadagi bosh shtabi va boshqa ko'plagan xalqaro tashkilotlarning, shirkatlarning bosh shtablarining Shveysariyada bo'lishi qatorliq uchurlar bugungi kunda kishilarga notanish emas. Bundan 20 necha yil ilgari Shveysariyaga yangi o'qishga kelgan chog'larim edi. Bir kun poyezdda ketib etib, vagonning temiga chaplangan mundaq bir uzunda diqqatimni tortgan. Ham esimda. Ya'ni bir davlat o'z zaminining kichikligi tufayli buyuklikning nima ekanligini bilmasligi kerakmi? Bu Shveysariyalik yozuvchi Charles Ferdinand Ramos aytgan bir hikmatli jumladir. Shundaq, Shveysariya kichikli bir davlat. Ammo u o'zining siyosiy jihatdagi muqimligi, iqtisodiy jihatdagi afzalligi, dunyo tinchligi uchun xalqaro diplomatsiyasida o'ynayotgan roli qatorliq aloyiliklari bilan dunyo sahnasidagi muhim davlatlarning biri hisoblanadi. Vaholanki Shveysariyaning siyosiy tuzilmasidagi o'zgachaliklarni, jumladan Shveysariyaning dunyodagi boshqa davlatlardan farqli bo'lgan bevosita demokratiyalik davlat ekanligini, bu davlat hatto bir necha yil muqim vazifa o'taydigan bir rais bo'lmaydiganligini biladiganlar ko'p bo'lmasa kerak. Kishilarni texma hayron qoldiradigan bir nuqta bor. U bo'lsa-mu, Shveysariya Yevropaning yurikiga joylashgan bir davlat
ayollarga erlar bilan barobar huquq berib, to'liq grajdanlik huquqdan erlarga o'xshashla bahramon bo'lishini ko'p kechiktirgan. Ya'ni 120 yil kechiktirgan. Shundaq, Shveysariya ayollarga ovoz berish va saylam huquqini ko'p kechikib bergan davlatlarning biri. Bu yana bevosita demokratiya asosida erlarning demokratik holda ovoz berishi bilan oxir vujudga chiqqan. Mazkur maqola dal bu kechiktirish yoki kechikishning sabablarini qisqacha tonishtirishni maqsad qiladi. Aldı bilan Shveysariyaning umumiy ahvolini biroz sharhlab o'tamiz. Ondan Shveysariya ayollarining to'liq grajdanlik huquqi, ya'ni ovoz berish va saylam huquqi ustida to'xtalamiz. Shveysariya Birlashma Federatsiyasi deb ataladi. O Yevropaning markaziga joylashgan bo'lib, Italiya, Fransiya, Germaniya, Avstriya va Liechtenstein qatorliq 5 davlat bilan chegaralandi. Shveysariya yer maydoni 41,000 kilometrdan sal oshadigan kichik bir davlat bo'lib, 3 cho'ng jo'grafiyalik rayonga bo'lingan. Alps tog' tizmalari 58%, Jura tog' tizmalari 11%. Bu iki tog' tizmalari o'rtasidagi tuzlanlik 31% ni egallaydi. Shveysariya aholisining 3dan 2 qismi dal Shveysariya yer maydonining 3dan 1-ga yetmaydigan shu tuzlanlikda yashaydi. Ta'kidlab o'tishga arziydigani, Shveysariya dunyoda yilda o'rmon ko'lami eshib berayotgan osondagi davlatlarning biri. Alps tog' tizimlaridagi 4000 metrdan oshadigan 82 cho'qqidan 42si Shveysariyada. Eng egizi 4634 metr keladigan Dufur cho'qqisi hisoblanadi. Elektrlik asma kabin bilan eng egiz bo'lganda 3820 metr egizlikdagi kichik Matterhorn cho'qqisiga chiqqali bo'ladi. Dağlıq Ren daryası, Ron daryası ve Tessin daryalari Shveysariya tağlarından erib tushgan qor muz suvlari bilan boshlandı. Shveysariyada yana 1500 dan ortiq cho'ng kichik ko'llar bor. Yig'inchoqlaganda cho'qqalarini qishmiyoz qor qoplab turadigan hayvatlik Alps tog' tizmalari, tog' bag'ridagi qo'yuq o'rmonliqlar, kengirkatgan sala etizlar, zumratdek suyu bar ko'llar, cho'ng kichik daryolar Shveysariyaning yer yuzidagi jannat deb ta'riflanishidagi alayliklar qatorida sanaladi. Shveysariya nupusi 2021-yildagi statistikaga asoslanganda 8.700.000dan sal oshadi. Buning 2 milliondan ko'pragi chet elliklar bo'lib, Shveysariya Yevropadagi chet elliklar hammadan ko'p davlatlarning biri. Ondan Shveysariya nupusining 5dan 1 qismini pensiya yeshidan oshganlar egallagan. O'rtacha umr ko'rish yeshi ayollarning 85da 7 yosh, erlarning 81da 6 yosh. Uzun umr ko'rishda dunyoda Yaponiyadan qolsa 2-o'rinda turadi. Shveysariya ko'p tillik davlat bo'lib, nemis tili, fransuz tili, italiya tili va romanish tildan iborat 4 xil til davlat tili qilib bekitilgan. 62da 6% odam nemischa, 22da 9% odam fransuzcha, 8da 2% odam italyancha, faqat 0da 5% odam romanshcha so'zlaydi. Yana ba'zi yerlik shivilarmi o'z mavjudligini yo'qotmagan. Eskartib o'tish kerakki, Shveysariya nemischisi Germaniya nemischisidan farqlanadigan bo'lib, Shveysariyada ishlaydigan nemislar maxsus o'rganmasa, Shveysariyaning nemischisini tushunmaydi. Shveysariyadagi xalqaro tashkilotlar va shirkatlar uchun ishlaydigan chet ellik xizmatchilarmi ko'p. Shuning uchun inglizcha so'zlashadiganlarmi oz emas albatta.
Bu halga Şveysariyada yaşaydigan chet elliklerning öz ana tillari, yani bizning Uyg'ur tilimiz qo'shilib, Shveysariyani ko'p tillik davlatga aylantirgan. Shveysariyaning ko'p xil madaniyat aralashgan bir davlat bo'lishdek alaydiliklarga singib ketgan. Shveysariya tadqiqotchilar davlati deb qaraladi. Shveysariyada 10 universitet, 2 oliy texnika universiteti va nurg'unlagan kasbiy texnika maktablari bor. Onundan başqa yana shaxsiy maktablar xeyli ko'p. Lozan Oliy Texnik Universiteti bilan Zürich Federatsiya Oliy Texnik Universiteti dunyodagi 20 damliq universitetlar qatorida sanaladi. Shveysariya Birlashma Federatsiyasining havolasi bilan Shveysariya Davlatlik ilmiy tadqiqot fondi har turli tadqiqotlarga, jumladan tabiiy fan, tarix, tibobat qatorliq sohalardagi tadqiqotlar uchun uzluksiz moliya ajratadi. Shveysariya dunyodagi tadqiqot sohasida nihoyatda ilgirlagan davlatlarning biri bo'lib, yilda 3-4% PIB, ya'ni ishki ishlab chiqarish umumiy qiymatini ilmiy tadqiqot ishlari uchun ishlatadi. Mundaqcha aytganda, Shveysariya dunyoda tadqiqot uchun eng ko'p iqtisod ajratadigan davlatlarning oldi. Shveysariyaning o'zgacha va mukammal bo'lgan ma'arif sistemasi, kasbiy tarbiyalash va shogirdlik tuzumi yuqori sifatli emgak kuchlarini vujudga chiqarib, har sohadagi layoqat egalariga boy bo'lishidagi ochqich bo'lib kelmoqda. Shveysariyada tabiiy boyliqlar nihoyatda oz bo'lib, asosligi sirtdan xam ashyo import qilib, pishiqlab ishlab, ya'ni qimmat yaratib, andan eksport qilinadi. Eksport qilinadigan turlardan ximiyalik mahsulotlar va dorilar 52%, har xil mashina va elektr saymonlari 13%, soatlar 8% ni egallaydigan bo'lib, soatni misolga olsak, yilda 20 million dondan ortiq ishlab chiqariladi. Qimmati 21 milliard Swiss frank, ya'ni Shveysariya pulidan oshadi. Dunyoviy shirkatlarning alayli Nestle, Novartis, Roche qatorliq xalqaroliq shirkatlarning Shveysariyada ana shirkati bo'lishi, bu davlatda erkin savdo aloqa, siyosiy muqimlik, mukammal xizmat qonun nizomlari bo'lish bilan zich munosabatlik. Shveysariyada ish tepish fursatining ko'p bo'lishi, ish haqining atrofdagi chegara davlatlarning har qandaqidan yuqori bo'lishi nurg'unlagan emgak kuchlarini o'ziga jalb qilib kelmoqda. 2022 yilning oxiridagi statistikaga asoslanganda, chegara davlat fuqarolaridan Shveysariyada ishlaydiganlar Shveysariya umumiy aktiv emgak kuchining 7.3% ni egallagan. O'tgan yilning 4-chorakida Shveysariyaga kunda kelib ketib ishlaydigan chegara davlat fuqarolarining soni 380 ming kishiga yetgan. Masalan, Janvada ishlaydigan 4 odamning biri fransiyalik. Shveysariya qimmatchilik, ammo turmush sifati yuqori. Bir qitimliq dunyodagi qimmat shaharlarni baholab tekshirishda Shveysariyaning iqtisod va madaniyat markazi hisoblanadigan Zürich shahri 2-o'rinda. Janva 10-o'rinda baholangan. Kanada Fraser institutining o'tgan yillik baholashida Shveysariya dunyodagi eng erkin davlat bo'lib baholangan. Shveysariya yana dunyodagi shodimon ellarning oldingi qatorida turadi. Bu baholashda kishi beshiga to'g'ri keladigan PIB, ya'ni ishga ishlab chiqarish qimmati, sog'lomlik ahvoli, umr ko'rish yashi, tanlash erkinligi qatorliqlar o'lcham qilingan ekan. Shveysariyaliklar o'zini baxtli hisoblaydi. Qishda egiz tog' cho'qqillarda chang'i teyilish, qorda yurish qilish
Yazda zümrüttük süzük, suluk, derya köllerde su çümülüş, su üstüde teyiliş, güzel tabiat koyunida piyade yürüyüş, vezip miniştek her xil dala faaliyetleri bilen şug'ullanish odatdagi turmush kun tartiblarga aylangan. Chunki bundaq faoliyatlarni kishilar o'zir turayotgan shahar yezlarda yoki qo'shni kantonlarga berib qilishga butunlay mumkin ham nihoyatda qulaylik. Shveysariyaning qatnash aslahalari nihoyatda taraqqiy qilgan bo'lib, pokiz, ozoda ham bexatar. Ommaviy qatnash qurollari, jumladan avtobus, tramvay, poyezdlarga o'tirib xizmatga berish yoki sayohat qilish kishiga go'zal manzillardan bahra olg'ash, aram elish fursati berdi. Ammo shuni eskartib o'tish kerakki, Shveysariya Davlatlik statistika idorasining 2020-yillik tekshirish dokladiga asoslanganda, Shveysariya nufusining 8.5%, ya'ni 700 mingdan ortiq odam namratlikda yashaydi. Bu boshqa Yevropa ellariga selishtirganda tuvan bo'lsa-mu, ya'ni Yevropada namratlar umum nufusning 15.4% ni egallaydi. Az bo'lsa-mu, lekin Shveysariyadami namratlarning borligini ko'rsatadi. Bu statistikaga kesal yoki boshqa har turli sabablar tufayli ishlamaydigan, ijtimoiy farovonlik bilan yashaydiganlar qo'shilmagan albatta. Shveysariya asosiy qonunida qiyinchilikda qolgan, turmushini qamday olmagan har qanday bir kishining zörür yordamlardan bahramon bo'lib, insoniy qadr-qimmati bilan yashash huquqi bor deb belgilangan. Shuning uchunmi kishilar qiyinchilikda qolganda urug' tuqqan do'st birodarlardan bakrak davlatga ishonadi, davlatga tayinadi. Davlat ham ularning holiga yetadi. Yevropadagi kuchli davlatlar 1815-yili 20 noyabrdagi Parij shartnomasini imzolab, Shveysariyaning betaraf davlatligini e'tirof qilgan. Shu sababli Shveysariya ikki qitimliq dunyo urushining ziyon zahmatlaridan saqlanib qolgan. Xalq tinch, xotirjam yashash imkoniyatiga erishgan. Lekin buninglik bilanla Shveysariya harbiy mudofaaga sal qaragani yo'q. 2022-yili davlat moliyasida qizil raqam ko'rliginiga qaramay, ba'zi partiya guruhlari Rossiya Ukraina urushi va boshqa xalqaroliq tensiz sharoitlarni nazarga olib, harbiy xarajatni texmo o'stirishni talab qilmoqda. Tuvanda asosiy temamiz, ya'ni Shveysariya ayollarining saylam va ovoz berish huquqi ustida to'xtalishdan ilgari Shveysariyaning siyosiy jihatdagi alayliklardan saylam va ovoz berish tuzumini qisqacha sharhlab o'taman. Shveysariya 1848-yili demokratik davlatga aylangan. Dunyoda eng burun demokratiya o'rnatgan davlatlarning biri. O Birleşme Federatsiya tuzumidagi davlat bo'lib, Shveysariya Birleşme Federatsiyasi deb ataladi. Shveysariya Birleşme Federatsiyasi amaliyotda mustaqil egilik huquqi ega kantonlarning birlashishidan qurilgan. 1291-yili 3 kanton tunji qatim birlashgan. Faqat 1848-yilga kelgandila 24 kanton va 2,5 kantondan hozirgi Shveysariya qurilgan. Shveysariya Birleşme Federatsiyasining turli siyosatlari ba'zida har qaysi kantonlarning jug'rafiyalik o'rni, tarixi, dini va tili qatorliq xos xarakterliga asosan farqli yurgiziladi. Her biri mustaqil kantonning o'ziga xos qonun, nizomlari bor bo'lib, ba'zida o'xshash bir qonunning o'xshamagan kantonlarda ijro qilinishi farqli bo'ladi. Bu kantonlarning har biri boj, ommaviy sog'lomlik, maarif, iqtisod va adliya qatorliq jihatlarda o'z oldiga mustaqil, faqat armiya, chegara va pul birligida o'rtoqlikqa ega. Andan bu davlatda bir necha yil muqim vazifa o'taydigan bir rais bo'lmaydi.
Швейцария Birleşme Federatsiyasida 7 ministr bo'lib, ular yilda navbatlashib raislik vazifasini o'taydi. Raisning faqat simvollik roli bo'lib, biror qaror chiqarishda 7 ministr birlashib qaror chiqaradi. Bu orqali huquqning bir odamga markazlashib kelishidan saqlanғili, shundaqla xalq davlatning haqiqiy xo'jayini bo'lishga kapolatlik qilg'ili bo'ladi. Shveysariyada yashayotgan odamlar barobar ham erkin. Ammo hammasi siyosiy huquqdan bahramon emas. Ya'ni saylam huquqi, ovoz berish huquqi qatorliq siyosiy imtiyozlarga ega emas. Shveysariyada xalq deganda siyosiy huquqdan bahramon avam nazarda tutiladi. Xalq eng yuqori huquqli bo'lib, xalq qaror qiladi. Xalq ochiq saylam orqali hukumat boshliqlarini belgilik mezgillik saylaydi. Ham yana shu xalq ularni nazorat qiladi. Ovoz berish, bosh topshirish avam xalqning muqaddas burchlari hisoblanadi. Shveysariya o'z xalqining davlatning siyosiy hayotiga aktiv qatnashishini quvvatlaydigan davlatlarning biri. Shveysariyaning siyosiy tuzilmasi o'zgacha bo'lib, bevosita demokratiyalik davlat bo'lish Shveysariyaning dunyodagi boshqa davlatlardan alohida farqli bo'lgan taraflarining biridir. Bu yerda bevosita demokratiya uqumini qisqacha tanishtirib o'tay. Bevosita demokratiya Shveysariya siyosiy sistemidagi xosliklarning biri. Bu tuzum avam xalqni hukumatning qarorlariga nisbatan o'z qarashini ifodalash, hatto asosiy qonunga tuzitish, kirgizish tashabbuslarini o'tirg'a qo'yish imkoniyatiga ega qilgan. Ya'ni yangi qonun ma'qullash yoki koni qonunga tuzitish, kirgizish avam xalqning ovoz berishi bilan vujudga chiqadi. O'xshamagan partiya guruhlarining, hatto shaxslarning o'tirg'a qo'ygan tashabbuslari uchun oldi bilan imzo to'planib, imzo etganlarning soni belgilik chekka yetgandan keyin avomning ovoz berishiga suniladi. Osonlik ko'p sonliqqa bo'ysunish prinsipi bo'yicha ovoz berish natijasiga hurmat qilinadi. Shveysariyada ovoz berish 3 qatlam, ya'ni kommuna, kanton va davlat darajalik bo'ladi. Yeshi 18 dan oshgan har qanday shveysariyalik ayollar saylam va ovoz berish huquqiga ega. Shveysariyada ovoz berishga sunilgan ba'zi temalar, tashabbuslar hatto xalqaroda g'ulg'uli paydo qilgan ahvollarning xeyli bor. Tövəndə bulardan bir neçəni misalga elib o'tay. Alayli 1992-yili 6 dekabr Shveysariya xalqi 53% qarshi ovoz bilan Shveysariyaning Yevropa iqtisodiy rayoniga, ya'ni Yevropa birlashmasiga a'zo bo'lishini rad qilgan. Shundaq Yevropaning kindikiga joylashgan Shveysariya Yevropa birlashmasiga a'zo emas. Ammo 2002-yili 21 mayda Shveysariya Yevropa birlashmasi qo'sh taraflik kelishimni 67% ma'qullik ovozi bilan qabul qilgan. 2008-yili dekabrdan e'tiboran Shveysariya Schengen rayoniga kirgan. Schengen rayoni deganda bu yerda bir qisqacha tushuntirish berib o'tdim. Ya'ni Yevropadagi ishki chegara bo'lmagan 28 davlat zaminini o'z ichiga olgan rayonlarni ko'rsatadi. Shveysariya Yevropa birlashmasiga a'zo bo'lmasa-mu, Schengen rayoniga kirgizilganlikdan Yevropa sirtidan kelganlarning Yevropa birlashmasiga a'zo biror davlatning vizasi bo'lsa, Shveysariyaga qonunliq kirib chiqa oladi. Demak, aranglarda Yevropaning sirtida yashaydiganlar agar Yevropaga sayohatga kelib qolsanglar, Shveysariyanimi bir aylanib ketish imkoniyati bor. Xo'sh, davomlashtiray.
Andan Şveysariyaliklar işlashning qimmatini nihoyat yuqori biladi. 1976-yildan tortib bir necha rat ovoz berishga qo'yilgan tashabbuslardan ish vaqtini qisqartish yoki maoshliq dam olish vaqtini uzartish tashabbuslari izchil rad qilinib kelmoqda. 2002-yil 3-oyda haftalik ish vaqtini 45 soatdan 40 soatga tushirish 74%dan yuqori ovoz bilan rad qilinganda dunyodagi nurg'un davlatlar Shveysariyaliklar ish sarangim nima deb masxara qilgan. Shveysariyaliklar ish sarangimi nima deb masxara qilgan. Shuning bilan birga yana Shveysariyaliklarning emgakni qadrlash xarakteriga qoyil bo'lgan. 2012-yil 3-oyda hamma odamga 6 haftalik maoshliq dam olish berish tashabbusi 67% ovoz bilan rad qilinganda, qo'shni davlat Fransiyadagi gazetlarda Shveysariyaliklarning o'rniga Fransiyaliklar ovoz bergan bo'lsa, bu tashabbus 90%dan yuqori ovoz bilan o'tgan bo'ladi deb yozib, Shveysariyaliklar boy, chunki ular ko'p ishlaydi deb yakunlagan. Xo'sh, endi asosiy temamiz, ya'ni Shveysariya ayollarining to'liq grajdanlik huquqi, ya'ni saylam va ovoz berish huquqi ustida to'xtalaylik. Dunyoda ovoz berish ham saylam huquqi tilga ilinganda, kishilar bu huquqning erlar uchun tug'ilib, belgilik yoshga yetgandan keyin tabiiy holda ega bo'ladigan huquqlar qatorida ko'rdi. Vaholanki ayollar uchun bu huquq mundaqli qo'lga kelgan emas. Hatto bugungi kundami dunyodagi nurg'un davlatlarda ayollar yanala bu huquqdan to'liq bahramon bo'la olmay, hatto mahrum qoldirilmoqda. Buningdan texi yerim asr ilgirla Shveysariyalik ayollarmi dal shundaq taqdirda edi. Yevropa davlatlari va Amerikadan ilgari dunyoda ayollarning ovoz berish huquqini ma'qullagan tunchi davlat Yangi Zelandiya. Ayollar butun davlat tavasida 1893-yili ovoz berish huquqiga, 1919-yili saylanish huquqiga erishgan. Yevropada tunji bo'lib Finlandiya 1906-yili ijtimoiy, jinsiy ham irqiy cheklama bo'lmagan saylam huquqini umumlashtirgan. Shveysariyada bo'lsa, ayollar to'liq grajdanlik huquqiga erishish uchun ko'p sabr taqat qilishga majbur bo'lgan ham qaysarlik bilan kurashgan. Faqat 1971-yilga kelgandilar. Shundaq. Faqat 1971-yilga kelgandilar. Ya'ni Yangi Zelandiya ayollarga ovoz berish huquqi berib, bir asrga yaqin vaqt o'tgandan keyinla Shveysariya ayollari to'liq grajdanlik huquqiga, ya'ni ovoz berish va saylam huquqiga erishgan. Shundaq, 1971-yili 7-fevral Yevropaning markaziga joylashgan bir demokratik davlat Shveysariya ayollarni to'liq grajdanlik huquqiga ega qilgan bir tarixiy kundir. Dunyodagi eng ilgiriki demokratik davlatlarning biri bo'lgan, barobarlikni demokratiyaning asosiy deb bilgan bir davlat ajiba ayollarga to'liq grajdanlik huquqini shuncha keyin berganmi? Buning sababi nima? Bu doim hayronlik qo'zg'aydigan bir tema. Undaq bo'lishida 1848-yili yangi asosiy qonunning 4-moddasida barliq shveysariyaliklar barobar huquqli deb bekitiladi. Vaholanki ayollar tilga elinib askartilmaydi. Shundaqli yana vayron bo'lgan egilik tiklaguvchilar, jinoyatchilar va bosh topshirmaganlarmi chetda qoldiriladi.
Asosiy qonunga tuzitish kirgizish yo'li bilan bo'lganda ayollarning ovoz berish va saylam huquqini yo'lga qo'yish munosib holda osonlashgan bo'ladi. Baldur demokratiyalashish Shveysariyada ayollarning saylam huquqidagi barobarlikning kepili bo'la olmagan. Aksicha, bu barobarlikni kechiktirishning asosli sababi bo'lgan. Chunki boshqa davlatlarda parlament belgilasa, Shveysariyada avam ovoz berib ma'qullash kerak edi. Albuki ayni chog'da faqat erlarla ovoz berish huquqiga ega bo'lg'achqa, asosiy qonunga tuzitish kirgizib, ayollarning ovoz berish va saylam huquqiga ega bo'lishini kafolatlantirish albatta erlarning qo'lida edi. Erlar o'zlarining afzallik o'rnining tavrab qilishi yoki daxliga uchrashini xohlamaydi. Shu sababdan ayollarning ovoz berish va saylam huquqiga erishishi amaliyleştirilmagan. Shundaqla ideyani azod qilib, koni mutasib ideyalarning qammalligidan qutulish zarur bo'lgan. Buning uchun elib berilgan kurashlar uzun ham mushaqqatli bo'lgan. Danliq siyosatshunos Werner Sayz o'zining kutib o'ltirganlar nomli kitobida Shveysariyada ayollarni siyosatning sirtida qo'yish alohida gavdilik bo'lib, bu Shveysariya Birlashma Federatsiyasini dastlab qurg'uvchilarning erlardan bo'lganligidek rivoyatga bog'lanishli bo'lsa kerak deb tushuntirdi. Werner Sayz yana mundaq deb yozdi. 19-asrning dastlabki yerimida namratlarning holidan elish, qizlarning ma'rif tarbiyasiga ko'ngil bo'lish, pidoi sestralik qilish qatorliq faoliyatlarni markaz qilgan ayollar birlashmalari qurilgan. Bu ayollarning ko'pinchisi burjuaziya kategoriyasidagi ayollar bo'lib, ularning roli oilavilikdan, ya'ni xotin va ona bo'lishdan ommaviylikka, ya'ni boshqalarga keraklik bo'lishga kengaytirilgan. Ayollarning bu pidoi faoliyatlari ayni chaqda ularning siyosiy sahnada o'rin elishda texi yetilmaganligini ko'rsatishda foydalanilgan. Halbuki ayollar ijtimoiy sohalardagi ixtiyoriy pidoi faoliyatlari orqali ma'muriy tartib va qonuniy belgilamalari bilan tanishgan. Shu orqali dastlabki qadamda ba'zi qonuniy bilimlar va tajribalarga erishgan. 1971-yili 7 fevral Shveysariya davlat miqyosidagi ovoz berishda 65.7% erlar ayollarning to'liq grajdonlik huquqini qo'llab ovoz berdi. Demak, toki 1971-yilgacha Shveysariya ayollari, ya'ni Shveysariyaning yerim aholisi o'z davlatining eng yuqori darajalik ovoz berish va saylam ishlarida o'z moyilligini bildirish, tashabbuslarga imzo etishdek siyosiy huquqlardan butunlay mahrum edi. Shveysariya ayollarining o'ltirishliq kanton va kommunallarda ovoz berish huquqiga erishishi bu yana boshqa bir gap bo'lib, 1971-yildan ilgari Shveysariyada 9 kantonda ayollar saylam huquqiga ega edi. Jumladan Janva 1960-yili 6 mart kuni ayollarning saylam huquqini ma'qullagan. 1971-yili davlat miqyosida ma'qullangan qonun yana 2,5 kanton Appenzaldan ovozda o'tmagan. 1991-yili Shveysariyadagi boshqa kantondagi ayollar to'liq grajdonlik huquqiga erishib 20 yildan keyin Shveysariya Birlashma sud mahkamasi qonuniy belgilamlar orqali Appenzell Rod 2,5 kantondagi ayollarning saylam huquqini majburiy amaliyleştirgan. Demak, butun Shveysariyada 1991-yili barliq kantonlarda ayollar to'liq grajdonlik huquqiga erishgan. Ishongiz kelmaydi ha odamning.
lekin bu bir əməliyyat. Ayollarning ovoz berish va saylam huquqiga erishishi 1848-yili Shveysariya Federatsiyasi qurilgandan buyon davlatning siyosiy hayotida ko'rilgan eng muhim o'zgarish hisoblanadi. Ayollar saylam huquqiga erishgandan keyingi tunji qitimliq saylamda, ya'ni 1971-yili layoqatli ayollar saylamga qatnashib, 10 ayol mamlakatlik kengashga saylangan. Ayni chaqda ayollar kengash a'zolari umumiy sonining 5%ni egallagan bo'lsa, bu nisbat tadrijiy eshib 2019-yildagi saylamda 42% ga yetgan. Ayollar saylam huquqiga erishib 13 yildan keyin tunji qitim bir ayol Elizabeth Kof xonim Shveysariya Birlashma Federatsiyasi ministri bo'lib saylangan. Bugungi kunda ayollarning har darajada siyosiy hayotga ishtirok qilishi bir amaliyotga aylandi. Shveysariya Birlashma Federatsiyasida xizmatda bo'layotgan ayollar son jihatda misli ko'rilmagan darajada oshdi. Shveysariya Birlashma Federatsiyasining 7 bosh ministridan 3 ayol kishi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bundan 20 asr ilgari Shveysariyada ayollar o'rtasidagi tengsizlik, ovoz berish va saylam huquqi masalasida bo'lmasdan, ijtimoiy turmushdagi nurg'un taraflarga bog'lanishlik edi. Alayli ayollar erlardan ruxsatsiz banka hisobot ocha olmaydi. Erlari qo'shilmasa ishlay olmaydi. Erlari ishlashiga qo'shilgan ayollarning ish tepishi mushkul edi. Ba'zi xizmatlarga hatto ayollarni olmaydi. O'xshash bir xizmat uchun erlar bilan barobar haq elishdan eg'iz ochqili texmi bo'lmaydi. Ayollar uy ishlari va bolalarning huddidan chiqib, erlarini yaxshi kutsili kupoya, ayollarning siyosatlarga aralashishi hojatsiz deb qarash umumlashgan edi. Ayollar to'liq grajdonlik huquqiga erishgan 52 yildan keyingi bugungi kunda nurg'un sohalarda ayollar o'tirsidagi barobarlik masalasida zo'r ilgirlashlar qo'lga keltirildi. Hem yeni qonunlar ma'qullanib, ayollarning huquq manfaati qonuniy jihatdan qo'g'dildigan bo'ldi. Masalan, 2000-yili 1-yanvardan e'tiboran yo'lga qo'yilgan ajrashish qonuniga asosan, ajrashgan ayollarning iqtisodiy ahvolini yaxshilash, to'y qilib turgan mezgilda to'plangan yashanganda kutinish fondini barobar taqsim qilish, ota-onalik huquqi va majburiyatini barobar kafolatlantirish belgilangan. Yana oila va jamiyatda ayollarga qarta bo'lgan har xil shakldagi kamsitishlar, jinsiy parokandichiliklarni ma'ni qilish, xizmat sharoiti, ish taqsimoti, ish haqqi, shundaqla kasbiy tarbiyalanish va shaxsiy rivojlanish qatorliq jihatlarda ayollarga barobar muomala qilish qatorliqlar qonuniy asosga ega bo'lgan. Shundaq, hozir Shveysariya ayollari tomoq etish va uy ishlarini qilishni o'zlarining birdan-bir vazifasi deb qaramaydi. O'z erkinligi va demokratik huquqi uchun ularmi erlarga o'xshash huquq va majburiyatlarga ega ekanligini nihoyat aniq biladi. Vaholanki Shveysariyada umumiy barobarlik texi uzul kesil amalga oshgani yo'q. Har qaysi partiya guruhlari va ayollar huquqiy faoliyatchilari ayollar turmush va xizmatda duch kelayotgan ziddiyatlarni qanday bartaraf qilish lozim? Ayollar huquqini texim mukammallashtirish va ilgari surish uchun qanday strategik tadbirlarni qo'llanish kerak? Degandek konkret masalalar ustida davomliq izlanmoqda. Shveysariyada 20 milliondan ortiq odam qatnashgan tunji qitimliq zo'r ko'lamlik namoyish 1991-yili elib berilgan bo'lib,
ayollar qo'l qo'shtirib tursa, davlat nima qilarini bilmay qoladi deb shuar to'g'lagan. Ayollarning oila va jamiyatdagi muhim rolining e'tirof qilinishi, jumladan ish haqida ayollarning barobar bo'lishi qattiq talab qilingan. Halbuki bu masala ta bugunga qadar texi üzül kesil hal qilingan yo'q. Bo'libmi, o'xshash bir xizmatni ishlayotgan ayollarning maoshida yanada farq bor. Ba'zida bu farq hatto 20% dan oshib ketadi. Bo'libmi, xususiylar egidorchiligidagi shirkatlarda xizmatchilar aro maoshlari to'g'riliq so'z ichish cheklangan mazmunlar qatoriga kiradi. Buningdan sirt yana yuqori darajalik xizmat o'rinlarida ayollarning nisbati bakli to'van. Ayollar yana uy ishlari va bola beqish sababli o'zlari xohlab yoki xohlamay ishlamaslikka yoki to'van nisbatda ishlashga majbur bo'ladi. Yana kelib jamiyat taraqqiyotiga agishib, yangi masalalarning o'tirg'i chiqishi tabiiy ahvol. Alayli, ilgari Shveysariyada ayollar 64 yoshda pensiyaga chiqadi. O'tgan yili, ya'ni 2022-yili 28-sentabr Shveysariya ayollari uchun bir tarixiy kun bo'ldi. Ya'ni bu kundagi federatsiya qonuniga tuzitish kirgizish maqsadida fuqarolarning ovoz berishiga sunilgan temalarning biri ayollarning pensiyaga chiqish yashini o'stirish bo'lib, ovoz berish natijasida ayollarmi erlarga o'xshash 65 yoshda pensiyaga chiqadigan bo'ldi. Shveysariyadagi har qaysi partiya guruhlari buningga kuchli inkas bildirishdi. Ayollari 65 yoshgacha ishlasin. Undaqda ayollarning manfaatiga bevosita chetiladigan taraflarni, jumladan ayollarning ish haqqi farqi, uy ishlarining huddasidan chiqish va bola beqishga o'xshash amaliy masalalar. Bo'libmi, ayollarning pensiya maoshining bakli tuvan bo'lishi qachon, qandoq hal qilinadi? Bu yil 6-oyda Shveysariya Solchilar partiyasi mazkur qonunga qarshi Shveysariyaning poytaxti Bernda keng ko'lamlik namoyish o'rinlashtirmoqchi. Ilgari ijtimoiy taratqularning birida unda qisqa bir yozmani uchirtib qolgandim. Bir kuni kechki tamoqdan keyin ayol ikkilan televizor ko'rgach, biroz paranglashib o'tiribdi. Vaqtning xeyli bir yag berib qolganini ko'rgan ayol o'zining sal charchab qolganligini, boldiroq uxlig'isi borligini aytib, televizor oldidan turib ketibdi. Alohizal bir vaqtdan keyin yo'ldoshi oshxonada midirlab yurgan ayolni ko'rib, "Boldir uxlayman deb eding, texi yuribsan-ku" debdi. Ayoli, "Ha, bollarni yotqizib etib, oshxonani biroz besiqtirib etay dedim. Siz yetavering, attiganlik nashtaning tayyorligini qilib etib de kelaman" debdi javoban. Yo'ldoshi, "Undaqda men uxlaveray. Menmi charchabdiman" deb yotoq uyiga kirib ketibdi. Meningcha bu xildagi epizodlarni hayotida oz deganda bir qatim yashagan ayollar meningcha son-sanoqsiz. Shundoq emasmi? Xotima. Dunyodagi boshqa demokratik davlatlarga o'xshashla Shveysariyada ayollarni ikkinchi darajalik puxra yoki avlod qoldirish vositasi, hatto erlarning shahvoniy havasini qondirdiganlar bir narsa degandek salbiy qarashlar allaqachon kelmasga ketdi. Ayollar bir mukammal inson bo'lish sifati bilan erlarga o'xshashla huquq, majburiyat va mas'uliyatlarga ega. Shveysariyada 1981-yili ayollarning huquqda barobar ekanligini asosiy qonunga kirgizish tashabbusi ovozdan o'tgan. 1986-yili rasmiy ijro qilinishga boshlagan. Vaholanki nurg'un sohalarda o'xshamagan darajada tengsizliklar
yanada saqlanmoqda. Shuning uchunmi Shveysariyada umumiy barobarlikni amalga oshirish yo'lida ko'rsatilayotgan tirishchanliklar, kurashlar izchil davom etmoqda. Shuni unutib qolmaslik kerakki, erkinlik, barobarlik hech qachon oltin patnosda sunuladigan hadiya emas. Yo'q, uni qo'lga keltirish uchun to'salg'ular oldida bo'shashmaslik ham to'xtovsiz kurashish lozim. Tugidi. Maqolam mushada tugidi. Buningga qo'shimcha biraz o'zimning ta'siratimni tövendikidek ifodalamoqchi. Bugun 8-mart ayollar bayrami. Xo'sh, Shveysariya ayollarining to'liq grajdanlik huquqiga erishish haqidagi yuqorqi maqolni anglagandan keyin balkim sizmi o'z-o'zingizga savol qo'yishingiz mumkin. Bugungi Uyg'ur xonim qizlarining jumladan dunyodagi erkin demokratik davlatlarda yashayotgan Uyg'ur xonim qizlarining huquq manfaati kapolatga egami yo'q? Bir qiz, bir xotin yoki bir ona bo'lib yashayotgan bir Uyg'urning kishilik huquqi oila va jamiyatda hurmat qilinyapti. Muhojiratda bo'lsa-mu, shu xonim qizlarning akalari, dadalari va yoki erlari Uyg'ur ayollarining huquq manfaatlarini qo'g'dash uchun oilada va jamiyatda amaliy ish qilyapti. Bular bizning diqqatimizni tortishga tegishlik muhim masala. Yaqinda kitob o'qish munbirimizda Xalida Isroil Apbayning Ufuqdagi izlar nomli asarni o'qib beryapman. Mazkur asarda Xalida Isroil Appay ayni chaqlardagi Uyg'ur jamiyatining ijtimoiy realligini apsi Salima onaning o'z beshidan o'tgan kechirmishlari asosida bayon qilgan. Ayni vaqtdagi erlar yerim xudo, erlar iziz, ayollar xor deydigan feodallik mutaassib qarashlarning ta'sirida ayollarni xorlaydigan. Qizlar balog'atga yetay-yetmay erga berib, 12-13 yoshlik narsidi qizlarning beshiga bir o'yni kiydirib qo'ydigan la'natli qilmishlardan. Uyg'ur xonim qizlarining fojialik taqdiridan azir ko'p turib vaqib bo'lamiz. Yuragimiz etishidi. 8-mart Xalqaro ayollar kunida biz albatta Xalida Isroil Apbayning opisi Salima onamizga o'xshash jaholat davrlarida Uyg'ur xonim qizlarining ilm, ma'rifat egilishida boshlamchi bo'lgan. Ayollarning jaholat qorong'uliklaridan ilm egilash yo'li bilan qutulish uchun qon terni singdirgan ma'rifatparvar onalarimizni zamonimizdagi qadrli do'stim Rahila Davudga o'xshash istidodli ayollarimizni aslaymiz ham cheksiz hurmatlar bildiramiz. Shuning bilan birga yana erkin dunyoda yashayotgan ayollar bo'lish sifatimiz bilan o'zimiz yashayotgan davlatlarning qonunida belgilangan kishilik huquqimizni bilib, ham uni qadrlab, majburiyat va mas'uliyatlarimizni yaxshi to'nishimiz ham yaxshi ado qilishimiz. Analar farzandlarimizga, bo'libmi qizlarimizga insoniy qadr-qimmati bilan yashashning zarurligini o'z amaliyatimiz bilan bildirishimiz lozim. Unutmaylikki, bizning qizlarimizmi kelgusidagi analar. Ular bir kunlarda bizdan og'irnib, nima uchun apam menga ayollik huquqing bilan haqiqiy insondek yasha deb o'rgatmagan bo'lg'iydi ha deb yosh to'kib qolmasin.
Maqul əmsə, söyümlük xanım qızlar, həmmіңларның 8 mart xanım qızlar bayramını yana bir qitim qutlaqlayman. Tövəndə huzurunlarda Sasfi tağlıq kentide tartqan biraz görünüşlü. Xayır xoş, keler qitimliq kitap okuş programımızda görüşeyle. Xayır xoş. Sasfida əlbəttə mehmanxanada yatqandan keyin şu mehmanxananın içində oturublam. Aldım talaqıb qaranğı. Maqul əmsə, kelər qitim görüşəyli. Aman bolaylı. Assalamu alaikum. Kitap okuş munbiri avlatlar turbitining hürmetli müşterileri. Munbirimizge yeni kelgen anlarmanlar, görermanlar. Ben Nuriye Rahman. Hazır men Şevsariyaning Vali rayonidagi Sasfi degan tog'liq kentning 3500 metr egizlikdagi cho'qqisida. Sasfi bir alahidirek tog'liq kent hisoblanadi. Sebebi bu tog'liq kentda adette maşınlar bulmaydı. Özü ait küçük, lekin bu küçük kentin Alps tağ tizmelerinin 4000 metrden aşıdığan çoğullardan 10 neçesini bivası köygülü boludu. Hem 4000 metrege yakın egizlik çıkıp çanğa teyrikli boludu. Bu qitim ben bu yerde bir neçe gün turumen, şu fırsattan paylanıp, sizlerge bu yerdeki güzel manzarlardan tatıp, huzurunlarga sunuşunu planladım, Xudoyim buyursa. Bu yerga chiqqıcha bayı bundaq ko'rib o'tganinglardek bir necha qitim elektrlik kabin almishga to'g'ri keladi. Ammo ustiga chiqqandan keyin bu manzarning go'zalligi, men ba'zida shunday go'zal manzarlarni ko'rsam, hayajonlanib ko'zlarimga yosh keladi. Yaxshi manzarlarni tatib, sen bahrlantirishni bekmi orzu qilaman bu qitim. Ma'qul emisa? Billah, aylanayli.
Mana bu 3500 metr egizlikdagi muzliqlar. Bilisizlar, odatda dengiz yuzidan töven yerlarda bunday muzliqlar bo'lmaydi. Ajoyib ekan. Amma qo'lim dahshat muzlab ketdi ya. Odatda 3500 metr egizlikgacha har xil shakldagi elektrli kabinlar bilan chiqqandan keyin uning ustiga texim o'rlash uchun mana shundoq texfas deydi, men kassörgich deyman. Shuning bilan hozir 4000 metr egizlikdagi cho'qqiga qarab ketyapmiz. Helim yaxshi quyosh bor. Quyosh teximni sovuq bo'lib ketadi. Bu tog'ning ovozi dahshat tez o'zgardi-da. Boyli texa ko'k osmonda mana bulutlar yugurishib kelyapti. Birdamda qor uchqundashqa boshladi mana. Nafas musal jiddiylashdi ekan 4000 metr egizlikka chiqqanda. Pastga tushib ketdimiz endi. Degende çankı terişini yaxşı görmem. Sebebi mana şunda adamlar ancha ko'p emas, qart elish maydonlari shunchalik yaxshi tayyorlangan. Sovuq, lekin og'zim ketmayapti.
yana ma elektrlik kabinga o'tirib qaytib chiqib ketdimi? Ma'qul bo'lsa, bugun mushunchalik ko'ringlar. Bu yerda bir necha kun turganligim uchun güzel manzillardan her köp tartdım. Şuna ikkiga bölüp yo'llashni texnik muvaffaq ko'rdim. Bugun birinchi qismini ko'rdinglar. Kelar ketimlik programmamizda ikkinchi qismini ko'rasizlar. Xayr xo'sh. Sefi Quyosh.